Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bizda yangi modellarimiz chiqqan. Materiali bambuk jazlayn. Ko'ylak lozim. Mana qanday belida baylanadigan bog'ichlari bor. Toshlari ham chiroyli. Buni rasvetkalari bor. Qizil rangi, bunaqangi balotovoy deydimi? Butulka svet rangi bor, qora sveti bor, shokolad sveti bor, keyin bunaqangi elektr svet deyiladi buni. Bu ham chiroyli svet va bardoy svetlari bor. Hop. Bu modellarimiz 6 xil rangidan bor. Hop, razmerlari 48, 50, 52 razmerlar. Narxi 75 ming qilib beryapmiz bularni. Toshlari ham xudo xolasa Swarovski original bosilgan. Inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa aytishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavkamiz bor. Hop. Mana qangi xalat lozimlarimiz ham bor mana. Bu xalat lozimlarimiz. Bularda ham razmerlari 48, 50, 52 razmerlar. Toshlari Swarovski original bosganmiz. Ham pressda bosilgan, chumchay to'kilib ketmaydi. Bularda ham rasvetkalari bor mana. Ko'rishlar mumkin. Shimlari ham keng qilingan, shim fason qilingan. Rasvetkalari. Bu ham chiroyli svet mana. Hop, kimga kerak bo'lsa aytishlar mumkin. Dastavka qilib pochta orqali chiqarib beraveramiz. Mana qangi xalat lozimdi, bunaqangi fasonimiz bor mana. Mana yenglarda varaqchalari bor. Buni ham toshlari Swarovski tozasidan ham pressda bosamiz. Pastlari manjitlik. Inshaalloh choklari ham yaxshi. Mana buni ham rasvetkalari bor. Butulka svet, bardoy, qizil rangi. Ular pachkada serob. Qancha kerak bo'lsa aytishlar mumkin. Ob'yomga yana kelishtirib beraveramiz. Bularni ham narxini 75 ming qilib beramiz. Bu modellarimiz ham 75 ming qilib beramiz. Narxini hammasini materiali bambuk jazlang, toza variant. Buni luks bambuk deydi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytishlar mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar, Qo'qon bozoridamiz mana. O'sha bozor tugayapti. Hamma ketishni boshlayapti mana. Qo'qon bozorida Stenka bozorida orqa tomonida masjid qator bor. Mana tevasi naveslik. Mana shu yerda turamiz. Kimga kerak bo'lsa aytishlar mumkin. Xohlasalang pochtadan, xohlasalang katta mashinadan, Isuzu mashinadan ham chiqarib berishimiz mumkin. Sog' bo'linglar. Bugun aytgancha bugun haftaning yakshanba kuni 28 dekabr kuni olyapmiz bu videoni.